alaykum qizlar. Men sizlarga shu pinyetkani ko'rsatmoqchi edim, qanaqa to'qish kerakligini. Mana boshida boshqacha iplarni ipga qanaqa qo'shib olishi ham oldingi ko'rsatuvlarimda ko'rsatganman. Mana qizlar, men sizlarga hozir tezroq hamda aniq bo'lish uchun boshini mana to'qidim. Mana boshida. Misol uchun, chok olmoqchi bo'lsanglar, chokinglar 3 ga bo'linishi kerak pinyetkada, yosh bolalar uchun. Shuni esda tutib qolinglar birinchi. Keyin ikkinchi, mana shu misol uchun men shu yerda 39 ta petla oldim. 39 ni 3 ga bo'lganimda, mana sizlarga qancha balandlikda kerak bo'lsa, shuncha balandlikda to'qib bo'lganinglardan keyin mana bu yerda men 3 ga bo'ldim. Mana 3 ga bo'lganimda menda 39 tada 13 ta petla hosil bo'ldi. Shu 13 ta petlani birinchi 13 tani emas, ikkinchi o'rtadagi 13 tani 10 qator qilib tepaga qarab to'qiymiz. Mana hozir endi tepali bo'ladi. Sizlarga bu ko'rsatayotganimda mana 10 qator to'qiysizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana 10 ta qator. Bu yerda 13 ta. Buni to'qib bo'lgandan keyin mana sizlar ham xuddi shunaqa hosil bo'lishi kerak, mana shunaqa narsa. Keyin bu yerdan olishni boshlaysizlar to'qishni. Davom ettirasizlar qizlar. Xo'p. Mana to'qishni davom ettirasizlar. Mana o'zi choklar hammasi ko'rinib turibdi. Qattiq ilib olishinglarni ipi. Mana shunaqa qilib sizlar ham 10 ta qator to'qigan bo'lsanglar, shu yerdan 10 ta ilib olasizlar mana. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, 5 6 mana 7 8 mana 9 mana 10 qizlar. Mana buni to'qiganinglardan keyin buni yonidagi spitsali anaqalarni ilib to'qishni boshlaysizlar, davom ettirasizlar. Bir aylantirib mana qizlar. Davom ettiraverasizlar shunga qo'shib. Petlam chiqib ketdi shekilli. Ehtiyot bo'linglar, mana shunaqa petlar chiqib ketmasin. Chiqib ketsa, hammasi so'kilib, boshqatdan to'g'ri qilishga keladi. Xo'p. Mana mana oxirgisini har doimgidek iznanishni qilib olasizlar. Mashqatoringlar to'g'ri chiqishi uchun. Buni bilasizlar. Oldingi ko'rsatuvlarimda ko'rsatgan edim. Bilmaganlar oldingi ko'rsatuvlarimni ko'rsin, qarab o'tinglar. Mana shu ahvolda qizlar mana shunaqa qilib to'qiysizlar mana. Bu o'rtasi bu yoqqa kelganinglardan keyin bu yoqda mana 10 ta ilib olasizlar petlar, keyin bu yog'ini davom ettirasizlar. Xuddi shunaqa qilib yana qaytasizlar qizlar. Mana bu yoqdan mana aytganimdek mana shundan yana 10 ta petla ilib olib, keyin bu yog'ini davom ettirasizlar. Mana shunaqa qilib aylantirib to'qiysizlar. Mana hozir to'qiyman, sizlar ham to'qinglar. Yana ko'rishamiz.